Suriyege xotin qizlarimizni evatib arablarga satqan, Kürtlarga satqanning birisi. Qiliqini adamning ichilishida, harakatlarini adamning ichilishida. Zaten mush yo'lga kirganning hammasi saram. Ama o'zlarini dinchi ko'rsatdi. Men bir qatim bir savol so'rasam, nahayat to'g'ri javob bergan mush topdikilar. 5-6 xil shakl, ya'ni bir insonning 5-6 xil axloqini qo'ydim. Birisi sarangliq, birisi ko'tchilik, birisi xotin sotadigan shovchilik, birisi ya'ni o'g'rilik, birisi yana har xil eski axloqlarni tizib, mushuning ichidan qaysi bo'lmaysa, birini danglar, men manimda bo'lmayman danglar. Hammasi bir-biridan past axloqlar. Birini danglar, manimda bo'lmayman desam, hammasi saran bo'lmaymiz dedi. Haqiqatan inson saran bo'lgandan keyin tugidi. Qolgan ko'tchindimi, ne yaxshi insonlar bor, hazilakdimi, ne aqlli, dunyoga foydali insonlar bor. Hammasidan bor. Jalobdimi bor, shovchidimi bor, zinochidimi bor. Ammo sarangdan dunyoda insonga foydali inson yo'q. Chunki o sarang o. Insonning qimmati hayvondan farqi aqlda. Bu günün bolalarning hammasida aql yo'q. Ammo bular oldiganlar texmi sarang bilanlar. Ular bularga aldanganlar. Bo'lmasa dinni bulardan o'rganmasangmi, Qur'on bor-ku. Peygamberimizin hadis kitapları bağı, hadisleri bağı. Allahu Ekber. Uygur'a cihat gerek mi gerek emez mi? Cihat nerede gerek? Kur'an'ın Tövbe suresi de, Muhammed suresi de o buçuk yazıklık o. Nerede? Kim için kılıç gerek? Yazıklık o. Nerede Suriye'de bir Müslümanı öldürdüğün gap var?